ki mendan rum tur ketyapti. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir orqamdagi kottejda sizlarga obzorchi qilib beraman. Qaranglar, oldin mana shu tashqarisidan boshlaymiz. Qaranglar, bu yerdagi vidni dahshat sovuq. Dahshatli darajada sovuq. Mana yorim qolgan narsalarda toshyapti. Yorijonim. Lekin qizlar dahshat sovuq. Xo'p, bu yerlarda mangal, kacheli, uje suqatdim. Mana qarang, mana shu kottejchamiz. Sizlarga rum tur chiqib beraman. Bu yerda mana o'zimiz stullar tushiringlar bolalar. Stullari bor. Ana qornilari ochdi uje. Bitta marta divan bor. Bu divan ochiladi. O'tgan safar kelganimizda mana shu yerda ikkita qiz yotib qolgan. Oshxonasi o'zini hamma kerakli anjomlari bor. Bu yerda mana pechkasi. Xo'p, pastdagi spalnisini hozir hisob beraman. Bu bizda birinchi pastdagi spalni. Qaranglar, bu yerdan ham orqa tomonga mana qorlarga vid bor. Bu yerda sanuzelar. Dushovoy, unitaz, hamma kerakli narsalari, issiq suv. Xo'p, ikkinchi etajga chiqamiz. Mana va yuqorida mana shunaqangi kichkinagina mana bolalar yotishi uchun yoki bo'lmasa kattalar yotishi uchun ikkitali bitta двухспальный divan и bitta односпальный divan. Qo'shimcha mana to'shaklar ham bor. Mana вид на горы тоже здесь. И bu yoq tomondan mana bizda вид сверху. Uni ham ochilardi. Dilyapti? Shunaqa zo'r narsa oldim, ko'rsang. Oy, hay, opa, bo'ldi, turing, o'zingizga keling qoling, hay, tura qoling, bo'ldi endi. Bir yotdingiz, turing endi. Men qaytaman. Voy, siz Atlasda bizni massajniy kreslamizdasiz. Haydi gursillab yiqitib odamni qutuvdingiz. Shunday siz bu qizga dedim, hozir yordam bering, massaj kerak dedim. Shu bizni Kanadadan keltirilgan Iris brendiga tegishli massajniy kreslamizga yiqitib qo'yib qoldim. Keling, mayli, hozir sizga buni yoqib beraman. Mana hozir ishlatamiz. Badandagi har xil tuzlarni eritish xususiyatiga ega. Mana bo'yindagi, mana tizzadagi bo'g'imlardagi tuzlarni eritadi. Qon bosimingizni ham normaga keltiradi. Bularning hammasi mana sizda bor, basharingizdan shunday ko'rinib turibdi. Voy, muncha zo'r ekan bu massajlar. Necha pul turadi? Ana, endi o'zingizga keldingiz. Hayit bayrami munosabati bilan mana shu massajyorlarimiz hozirda 35% chegirmaga tushgan. Oldinda narxlari 20 million bo'lgan bo'lsa, hozir 12 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Qarang, mana shunday ajoyib pullar ham bor. Ko'ryapsizmi? Massajyorlarimizni har xilidan olib kelib qo'yganmiz. Bularning narxlari $550 dan $5000 bor. Mana unisini ko'rib turibsizmi? Mana, ko'ryapsizmi buni? Xuddi yulduzlarni taydiyotgandek osmonda yoningizga olib qo'yadi. Buni bo'lib to'lab olsa ham bo'ladimi? Bo'lib to'lash xizmatlari ham bor. Faqat unda skidkamiz amal qilmaydi. O'zini narxini sizga bo'lib hisoblab beramiz. Undan ko'ra naqdga olganingiz yaxshi. Mana chegirma ketayotganda tim bo'ldi, ha? Nima qiling, naqdga rasmiylashtiraymi? Rahmat. Yordam berganingiz uchun meni hayotimni qutqarib qoldingiz. Mayli, sog' bo'ling. Uyimga dastavka qilib yuborishadi. Albatta, bu. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling, ha? Oyog'ingiz tagiga qarab yuring, ha? Voy, mashhur opa, zo'r sotib qo'yasiz. Albatta, sochishni o'rganinglar, lallaymasdan mana. Ko'rdingizmi? Bo'pti. Boring, gapni ko'paytirmasdan nari bananni olib keling. Men tezroq tevadan yana ovlashim kerak ekan. Bo'la qoling. Banana megasini topib. Boshqa kelamiz endi. Nima uchun meni kurslarimga 2-3 oy oldindan zapis qildirishadi? Ha, endi Farg'onada nomer 1 bo'lganingizdan keyin kelishapti. Sen buni kuratoriz o'zim bo'lsam. Ustozim Amina Halol emas, mobilograf Nazira Rasulova bizga o'xshagan eng zo'r mobilograflarni yetishtiradilar. Amina bas deb biz ham charchadik hammaga gapiraverib, endi nima qilaylik? Lekin mana bu buchkani o'zidan buyuk mobilograf yasab olgani cho'ta nitoda shata g'alati bo'ldida. Kecha erta basmi dekini. 2 oy davomida biz kursda o'qidik va o'zimiz kutmaganda ko'payib ketdi. Siz oldin o'zingiz to'g'ri gapirishni o'rganing. Bir yaxshi yuruvdingiz, direktorning kursiga o'tirib olganingizni qarang. Tinchgina mobilografligingizni qilavermaysizmi? Instagramda blog yurgizish juda ham qiyin deb o'ylardim, lekin bu xatoligini angladim. Sizlarga ham o'qishni tavsiya qilaman. Endi Instagramda sizga nimaligini o'rgatguncha biz ham qon bo'lib ketdik. Endi xafa bo'lmang, endi to'g'risi ham endi.
O'zim maqsad montaj qilishni o'rganish emas, Nazira opam orqasidan farg'onalik blogerlar bilan tanishib, sekin blogerlar idorasiga kirmoqchi edim. Maqsadim shu dedim. Voy, o'zi siz battan nima qilyapsiz? Bu qiz kim o'zi? Tavba qildim. Kadrda tashiylash qiz iltimos. Qiziqligidan 2 oy qanaqa o'tib ketganini bilmadik. Ha, endi kurs pulini o'zingiz to'lamaganingizdan keyin 2 oy qanaqa o'tib ketganini bilmaysizda endi, tavba. Nazira Rasulova zo'r motivator ustoz. Shu dafam yomon shustroy xotin ekan. Kursda o'zidan pulini chiqarib oldi. Mana pechonilarni sotib bizga. Mana bugun ham shu pechonilar yeb o'tiribmiz, mana. Xudoga shukr bitirishdi. Bular bilan 3-marta birga o'qidim. Sizlar ham kelaveringlar, yana sizlar bilan 4-marta ham birga o'qiyman. Madina, ajoyib gaplar gapirasiz. Biz bitirmaymiz. 5-marta, 4-marta deysiz. Bu 7-bitiruvimiz mana. 8-si ham mana turibdi mana. Nanasu deydi o'rislar mana. Bugundan boshlab meni mobilograf deysizlar. Voy, sizga bir mansab tegmasin ekanda. Dress kodga sariq ko'ylak deb jonga tegishdi, lekin bitiruvchilarda hech biri sariq kiymagan. Baloni yebsan. O'tgan yilgi ko'ylagini predelga qilib kiydirib kelding, to'baqni. Yana noliganiga o'laymi bil. Bir kun kelibman, Nazira Rasulovani kursida o'qiyman deb hayolimni bir chetiga ham kelmagan edi. Voy, opay, sizga o'qib nima bor edi? Borib gullaringizni pulini sanasangiz bo'lmaydimi, opay? Voy, Xudoga shukr, tugadi ya, qutulganimdan xursandman. Yaxshi bo'ldi ya. Endi uni desam 8-patogam kelyapti. Ha, mayli, kelaveringlar. Hammalaringni siqib suvlaringni ichaman o'zim. Voy, Aziz aka, mana shu yerda millat xayli gilamlarni qarang, eng premium gilamlar. Mana shu tomon bering. Cho'tki yurchi ko'raylikchi. O, xudo. Opam shatda ekan, yur. Gilam olib bermaysiz menga? Ey, yur, hozir. Menga bugun olib berasiz. Hozir senga emas, opamga gilam olinadi, yur. Menga gilam olib berasiz. Azizmi? Ha, Aziz. Bu xudoni yonidagi kim endi muloyim shipirgan yana. Qatdan topadi shunaqalarda. Malchik! O, boda. Ko'rdi. Aziz, ko'rdim. Kelman aka, kel. Tanishtirib qo'yaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Hadislar deysizmi? Kim bu? Sarvaqani. Poshalmanda qilib, sarverga tegdi-yu. Ay, yo'q. Ha, o'zi yoqmasdi menga. Tanishing opa, yangi kelin nima? Furaya, tanishing Furaya bu opam, mashhur opam. Opangizmi? Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Zulayxoxon, yaxshimisiz? Sizimsiz? Gilom ko'rgani keldilarim. Yuring, o'ta Turkiyani zo'r gilomlari bor ekan. Uf, yana tushdim. Zulayxoxon, yuring, mana qaytib. Ma Furayxa. Oy, esmiz noyob ekan. Eng zo'ri, bularda hammasiga 10% dan 50%gacha skidka ketyapti. Rostmi? Qarang, bu gilomlar hammasi Turkiyaniki ekanda. Uyingizni shunaqa chiroyli qilib to'ldirib yuboradi. Muhayyoxon, yuring, buni tomonga ham o'taylik-da. Ma Furayxa opa, Furayxa. Bu tomondagi gilomlar Eronda gilomlari ekan. Aziz, sen nima ata qolib ketyapsan? Sharpayma, bo'laqa tez yur. Mana, Surayyoxon tovlanishini qarang buni. Aziz, meni uyimga mana shu Eronda gilomidan. Men prichom, opam, men prichom. Pochchamga ayting. O cho'ravozingni mana Tamaraxonda oldi, meni sharmanda qilma, nima past ketasan? Ma Furayxa, tamam. Kimisiz ham yemaydi, razbor bo'layotganda. Ani cho'ntagingdagi pulingga shuni 50% skidkada ikkita beradi shu gilomda. Ha, ikkita bersa mayli. Seni qo'llarim bilan katta qilganman. Ikkosi ham meni uyimga-da. O'zi bildim shunaqa bo'lishini doim. Bo'ldi, gilomda ikkosini ham dastavka qilishyapti. Ha, dastavka qilishyapti. Voy, ukaginam, iloyim, mana shu Natashaxon bilan birga qo'sha qarib, ikkovlaring baxtli bo'l. Ha, endi nima farqi bor? Ish qilib, ikkovlaring birga baxtli bo'lib qo'sha qaringlar. Ya'ni men bo'pda ketdim, o'zi pulim ham yo'q edi. Undani furani oldiga o'tirib ola qolayman, yetib olay. Bo'pti ekan, xo'p, bo'pti. Aytdim-ku, bugun Gilom opam uyiga ketadi deb. Shuncha yomon.